Hammaga salom do'stlar. Bugun biz qishloq bilan quruvchilar jangi o'tkazamiz. Qani bo'lmasa videoga olg'a. Xo'sh, birinchi bo'lib qishloqning oldiga boramiz. Ay yaramas. Hoy qishloqi, bugun men sen bilan quruvchilar jangi o'tkazaman. Sen bunga tayyormisan? Albatta. Qani bo'lmasam boshladik. Yutgan odamni esa obunachilar hal qiladi. Sen yutsang videoga like bosishadi, men yutsam obuna bo'lishadi. Qani ko'ra, meniki yoqgan bo'lsa obuna bo'lishadi. Qani bo'lmasam ko'ramiz kimniki ko'proq, kim ko'proq yutar ekan, kim yutar ekan qarshi. Xo'sh, sen bo'lmasam qurishni boshla tezroq. Qishloqqa. Qani bo'lmasam ishimizni birinchi uy qurishdan boshlaymiz. Xo'sh, pastga. Xo'sh do'stlar, menimcha uy kichkinaroq bo'lsa ham chiroyliroq bo'lgani yaxshiroq deb o'yladim va mana shuncha joy yetadi deb yetib qolsa kerak deb o'ylayman. Xo'sh. O'zimizga kerakli narsalarni olib oldik. Uy shuncha yasa kerak, mayli. Shuncha joyni tayyorladik, endi ichki qismlarni qurishni boshlaymiz. Xo'sh, mana do'stlar, uyimiz ham tayyor bo'ldi. Endi sizlarga men buni bir chekkadan ko'rsatib chiqaman. Xo'sh, mana uyimiz. Xo'sh, mana do'stlar. Uyimiz yaxshi chiqdi degan umiddaman. Xo'sh, endi qishloqnikiga borib ko'rish vaqti keldi. Voy qishloqi, uying tayyor bo'ldimi? Ha, kiraver. Qani sening uying? Mana u yerda. Nima? Shu uymi? Borib ko'rsang bilasan, ahmoq.
Qani bu yerda hech narsa yo'q-ku. Pastga qara. Nima? Pastda yo'l bor. O'sha yerga tushishing kerak. Shu yerdami? Ha, mana shu yerda. Xo'sh, aniqmi? Ha, albatta. Oy, yo'q. Yo'q. Nima edi bu? Yo'q. Yo'q. Bu qanday joy? Yaramas. Meni aldadi. Yo'q. Bu yerdan qanday qilib chiqib ketaman? Oy, yo'q. Xo'sh, do'stlar. Hammaga menimcha bu video yoqdi. Agar bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, mana shu videoga atigi 5 ta dona like qilsangiz, keyingi video tez orada chiqib qoladi. Buncha esa hay.